o'zining 5 yilligini nishonladi. Yubiley munosabati bilan kibersportchilarni shakllantirishdan tashqari, dasturlash va chet tillarini o'rgatadigan Full Level School kibersport akademiyasining ochilishi bo'lib o'tdi. Eslatib o'tamiz, elektron kompyuter sport turi 2018-yili Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan rasman 100-sport turi sifatida reyestrga kiritilgan va sport taqvimidan o'z o'rnini egallagan. Hozirgi vaqtgacha federatsiya vazirlik bilan birgalikda ko'plab loyihalarni amalga oshirdi. Hatto kibersportni rivojlantirishga ham katta e'tibor berilmoqda. 5 yil ichida biz juda ham ko'plab yutuqlarga erishdik. Kibersport ham, ya'ni elektron sport turlari ham, sport o'yinlari ham butun jahonda qandoq o'sib borayotgan bo'lsa, O'zbekistonda ham ulardan qolishmagan ravishda o'sib borayotgani o'z ifodasini bermoqda. Ya'ni federatsiya hozir davlat tomonidan tan olindi 5 yilda Osiyo o'yinlariga kirdimani. Hozir Osiyo o'yinlariga juda ham bir mukammal tayyorgarlik ko'ryapmiz. Osiyo o'yinlarida biz ham shu medallarga o'ynashimizni inobatga olib, biz akademiyalar hozir ochdik. Ya'ni Full Level eSports Center, ya'ni kibersport markazini yaqinda shu yangi biznes loyihamiz yo'nalishida federatsiya bilan birgalikda shu faoliyatini yo'lga qo'yib, shuni ichida, ya'ni arenani ichida alohida o'quv kurslari, ya'ni kibersport yo'nalishi, IT yo'nalishlari va til yo'nalishlari, xorij tillari yo'nalishlari bo'yicha biz mukammal ravishda shuni oldimizga maqsad qo'ydik. So'nggi 5 yil ichida o'zbekistonlik kibersportchilar futbol klublari bilan rasmiy bitimlar imzolab, jamoalar nomidan liga musobaqalarida ishtirok etmoqda. Dota, Counter Strike, FIFA yurtimizdagi mavjud kibersport turlari. Federatsiya hatto IT sohasini rivojlantirishga ham ahamiyat beradi. Bolam shunga qiziqishi juda ham kuchli bo'lgan. Faqat bitta o'yin yoki telefon, kompyuter yoki PlayStation emas, menga nimadan xursandman? Bitta ham til, ham IT baravar ketayotganidan. Biz bu maktabni juda ham ancha qidirdik, chunki bolam qiziqishi men uchun eng muhim. Hayotda farzand bola nimaga o'ziga qiziqsa, o'shani olib ketishi to'g'ri deb bilaman. Keyingi reja xalqaro talablarga javob beradigan kompyuter o'yinlarini ishlab chiqish. Kibersport Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilganidan keyin eSport Uzbekistan yurtimiz vakillarining munosib ishtirokini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Men o'zim Free Fire o'yinini o'ynayman. Komanda yig'ib, xudo xolasa trenirovkalar qilib, chempion bo'lmoqchimiz, o'z niyatimiz. Bu yoqqa kelganmiz, keyin bu yoqda faqat kibersport emas, ingliz tiliga ham qatnashaman. Federatsiyaning yana bir muhim maqsadi kibersport klublari orqali uning ixlosmandlarini birlashtirish, ushbu sportning yangi iste'dodlarini kashf etish va ularning ishtiroklarida O'zbekistonni dunyoga tanitishdir.